Assalomu alaykum, hurmatli Akvavodius kanali obunachilari. Bugungi bo'lgan ustanovka ishlarimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ko'rishingiz mumkin. Общий uzunligi 33 metr tashkil etadi. Teraskamiz juda ham uzun. Bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda olib kelib o'rnatib berdik. Profilimiz Akfa alyumin 100%. Akfa'ning o'zini firmasini mahsulotlaridan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Общий uzunligi 33 metr tashkil etadi. Oynalari 2 qavat bo'lgan. Tashqi tomoni yo'dvi, ichki tomoni oq. Har bitta romimizda, har bitta ustun o'ralig'ida bittadan ochiladigan qanotlari mavjud. Darvozamizdan kirganda o'rtada bitta shunaqa eshigimiz qo'yib berganmiz. Xo'sh. Yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Eshikni shunaqa ustun profillarini, chift quloq profillardan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham o'zgacha holatda mana. Buni общий qalinligi 10 sm tashkil etadi. Tashqi tomoni, fasadning tomoni. Kesaklari bu. Xudo xolasa chiroyli holatda. Eshikni ochiladigan qanotlari balkon profillar 9,5 cm ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalin profil. Samoylari boshqa betlardan ko'rishingiz mumkin. Koptasidan qo'yib berganmiz. Ichki tomondan ko'rinishi. Bolalar ish faoliyatini olib borishyapti. Podokonnliklarni qo'yib berganmiz. Ligirovkalar endi bo'ladi mana. Ichki tomonlari mana ko'rishingiz mumkin. 2 qavat oyna, o'rtasidagi iltirat profili 100% dog'lari solingan. Teraskamiz ichki tomoni. Yana bitta eshik bor naryoqda. Samoylari Kras firmasiga tegishli. Oshiq pedlalari ham mana aytganimdek o'zgachasidan foydalanganmiz. Juda ham baquvvat, original. Xo'sh, teraskamizni общий uzunligi 33 metr tashkil etadi. Xo'sh, taxminimcha bir 8 ta rom, 3 ta eshik, 2 qanotli. Xuddi shu holatda Akfa original mahsulotlardan foydalanilgan. Eshiklari balkon profil, chift quloqdan foydalanganmiz. 2 qavat oyna. Xo'sh, narxi 45 million so'mga kelib tushgan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Sizga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda aloqa nomerlarini qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'sh, xizmatimiz butun vodiy bo'ylab qolaversa, Toshkent, Voha tomonlarga ham xizmat ko'rsatishimiz mumkin, albatta kelishilgan holatda. Xudo xolasa ishlarimiz yakuniga yetib bormoqda. Chala ishlari qolgan. Qorong'i tushib qolmasligi uchun oldindan videoga olyapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga omad.